O'g'lim, nima uchun kelinga pul bermayapsan? Bechora kelini mayda xarajatlariga ham mendan pul so'rayapti. Imkoning bo'lib turib qilgan ishing yaxshi emas. Nimaga pul berishim kerak, oyi? Hamma aytgan narsasini qilib berolman. Kiyim desa har oy yangi kiyim olib berolman. Kosmetika desa, "Men chiroyli bo'lgan" deb turib kosmetikasiga pul berolman. Uydagi mayda-chuydalarni o'rnini to'ldirib qo'yolman. Xarajat ustida turibman-da hozir. Battar meni xarajatga tushirib tashyapti. Yana nima pul berishim kerak bunga? Ayol kishi eriga yetmay ishlatadigan narsalari ham bo'ladi. Shunga ham pul kerak ayolga. Bermayman, oyi. Rasxod ustiga rasxod bo'lib kelin, jonga tegdi. Bu darajada ishlatib tashlaverish kerak emas-ku, beryapman shu kungacha. Sharoitga ham, imkoniyatga ham qarash kerak-ku. Menga qara bolam. Uy tozalashga xizmatchi yollasan ham, yoki ovqat qilishga oshpaz chaqirsan ham, kiyimlaringni tozalash uchun himchiskaga borsan ham, bularning hammasi pulli-ku. Mana qo'shnimizni qara, 300 dollarga bitta bolasini boqishga inaga yollagan. Senda 2 o'g'ling bor. Hisoblab ko'rgan, bu qancha pul bo'ladi? Bularning xizmatini hammasi pullimi? Pulini bermasang ishlamaydimi? Yo'q. Qara, nimagadir shu hamma xizmatlarni bechora ayoling bir o'zi beminnatgina qiladi. Uni haqqini bermaslik gunoh. Ertaga Alloh bilan yuzlashish bor, javobi bor. Hech o'ylab ko'rganmisan, shu xizmatlarni haqqi qancha bo'lar ekan? Bir og'iz shirin so'z. Imkoniyatingga qarab, sharoitingga qarab nafaqa pul ajratish. Keyin shu ayolingni ko'ngliga qarab yashash. Sendan ko'p narsa so'ralmayapti. U sen uchun borini beryapti-ku. Sen bo'lsang, imkoning bo'lib turib, cho'ntagingdagini bir qismini ham bera olmayapsan. Mayli, oyim ishga ketdim.